Televizor olishga ikkilanasizmi? Ko'plab mijozlarimiz mendan so'rashadi. Usta, qanaqa televizor olsak yaxshi? Birinchi, televizorning Android operatsion sistemasiga qarash kerak. Android ham ikki xil bo'ladi. Ofitsial Android bo'ladi, neofitsial Android bo'ladi. Bu nima degani? Ofitsial Android degani bu obnovleniyasi bo'ladi, keyin yaxshiroq, tezroq ishlaydi, qotmasdan ishlaydi. Mana buni qarang qanday ishlaydi. Приложение qarang qanday o'tkazadi. Ovozi ham bor. Neofitsial Androidni ikkinchi videoga ko'rsataman. Ular boshqa xil bo'ladi, sal qotadi. Bu yerga nastroykalar juda ko'p. Ofitsial Androidga приложение ilovalar mana shunday keladi. Chiroyli bo'ladi. Mana AIDA 64 ni ochamiz. Bu maxsus programma. İçidagi proseslarni ko'rsatadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ana ARM Cortex A53 1550 MHz. Bu Android ofitsialni yaxshi versiyasi degani, qotmasdan ishlaydi. YouTube misolida ko'ramiz, buni qarang qanday tez ochiladi. Kimga shunaqa sifatli Android televizorlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Men sizlarga bepul konsultatsiya beraman. Mani kanalimga obuna bo'ling, like, podpiska bilan qo'llab-quvvatlang.